Assalomu alaykum gruppadagilar, yaxshimisizlar? Men bu yerda bitta bir kishilik yana hozir ishxonada edim. Sizlar uchun ozgina bitta video syomka qilib, bularni ko'rsatay deb mana videoga olyapman. Mana bu tayyor bo'lgan holati bir kishilik 90 ga 235. Tagi mana yashillik. Ko'ryapsizlarmi? Bu narsalar bemalol qo'ysalaringiz bo'ladi. Buni 1 million 100 dastavka ichida 90 ga 235. Bu materiali barxit. Barxitdan qilingan. Bosh qismi, oyoq qismi ham xuddi shunaqa. Mana fasonlari chotki, laminat, rossiyskiy laminat, hamma joyi chotki. Anaqa marmar nimadagi fasondagi laminatdan qo'yganmiz yonboshiga, ikkita bokovoyiga. Zakazlar bo'lsa aytsalaringiz, mana tayyor bormi deganlarga video syomka qilib hozir tashlayman. Agar kimga kerak bo'lsa aytsalaringiz, hozir o'ziga dastavka qilib beraman. Olib borib. Keyin bu yoqda ham yana bitta 2 kishilik do'xspalni divanimiz hali tayyor bo'lgani, uni ham sizlarga ko'rsatay. Mana, buni ham tagi yashillik bo'ladi. Buni ham xudo xolasa. Bu moyishni material qo'yilgan bunga. Buni razmeri 1.60 ga 2 ichini o'zi. Mana yerdan agar hisoblaydigan bo'lsak, bu yoqdan ana bosh qismini orqa tomondan bu yerdan agar hisoblaydigan bo'lsak 2.35. İçini o'zi chista 2 da. 2 ga 1.60 shunaqa. Bu yoqda yana 2 kishilik, 1 kishilikda anaqalarimiz bor. Bular hali tayyor bo'lmagan. Bu mana bu yerda seri svet bosh qismiga materialdan anaqa qilganmiz, qo'yganmiz. Bu ham barxit. Moyishni emas. Kimdir moyishnini xohlaydi. Moyishni deganlarga moyishni materialdan qilib yasab beramiz. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Bu yoqda ham mana 1 kishilik. Bu ham hozir tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Aysalaringiz qilib beraman. Mana bu bosh qismi. Bu yoqda yana mana fasoni ham bor. Qanaqa fason agar kimga kerak bo'lsa aysalaringiz, mana. Bu ham tayyor. Bu tillarang haligi svet. Buni ham aysalaringiz, hozir o'ziga yetkazib berishimiz ham mumkin. Mana ikkinchisi ham tayyor bo'lgan. Bu fason tillarang deyiladi. Bu ham barxit materiali. Materiali barxit. Ikkita tayyor. Aysalaringiz dastavka qilib beramiz. Bo'lmasa buni ham boshqa klientlarga o'tkazib yuboramiz. Prosta tayyor bormi deganlarga hozir video syomka qilib sizlar ko'rishlaringiz uchun tashlab qo'yaman. Mana ki yana bir ko'rsam. Tagi sandiqli. Bemalol bu narsalarni qo'ysalaringiz bo'ladi. Bular bosh qismiga qo'yiladigan narxalari. Ularni ham hali qo'yamiz. Keyin yana yoqda turgan 1 kishilik narxalariga ustini ham hali tayyorlaymiz. Hali tayyor bo'lgani yo'q. Ularni ham tayyorlab, yana video syomka qilib sizlarga tashlayman, ko'rasizlar. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Aysalaringiz mana shunaqa 1 kishilik, ikkita 3ta olganlarga 1 milliondan ham qilib beramiz. Dastavka ichida. Hali sog' bo'lingizlar. Ana xudo xolasa mana shu gruppaga kuzatib borsalaringiz, hamma qilgan ishlarimizni tashab boraveraman, ko'rasizlar xudo xolasa. Men o'zaro ishlarim bor. Agar gruppaga SMSlarga kechroq javob bersam, xafa bo'lmaysizlar, chunki ishlashim kerak, xalqning xizmatidamiz.